Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 26-oktyabrdan 29-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Faqatgina 28-oktyabr kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqiy yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 21-26 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 26-oktyabr kuni Toshkent viloyatining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, baland tog'li hududlarda esa qorga aylanishi mumkin. 27 hamda 29-oktyabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 28-oktyabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib turadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.